Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 2026-yil 19-mart davlatdagi prezidentga savdogarlarga yana topshirdik. 3 kun oldin mana akam olib ketgandi mana. Ko'rsataman. 3 kun oldin. Bugun qarindoshingiz bo'ladilarmi? Ziyorim bo'ladi. Ziyorlar ekan. Akam olib ketyapti. Aka qalay ishimiz? Nazoratlar. To'g'rimi? Sog'lom. Sog'lom. Yaxshi kunlar xizmat. Bu prezidentimiz akamiz bozorda savdo qiladilar. Savdogar akalar uchun spesial yasalgan. Chiroyli qilib, moshina qilib yasalgan. 32-30 razmerda kelsa. Tok montaj hammasini chiroyli qilib taqib berdik. 1 tonna 600 zamok tok montajlarni qildik. Sağ olasizlar, salomat bo'lasiz.